Do'stlar, xalqimiz kutgan o'sha kun keldi. Sababi naqd pul asosida yoki muddatli to'lovga bo'lib to'lashga ugolovlarda hamda bu tomonda kukunli ugolovlarda olsanglar bo'ladi. Bitta narsani aytishimiz kerak do'stlar, naqd pulga olaman desanglar ham narxi ancha arzon bo'ladi, lekin iloji boricha bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lganlarga ham xudo xolasa chiroyli narxda qilib beriladi. 12 ta viloyatga imkoni bor. Oladigan bo'lsanglar, xudo xolasa ustaning telefon raqamlarini ekranga yozib qo'yaman. Bu yerda hozir bir 10 xil kukunli ugolovlar bilan, bu yerda hozir 2 xil, 3 xil modellar bor ekan. Ugolovlarda boshqa modellar ham kerak bo'lsa, ustaga telefon qilsanglar, bir 10 xil, 15 xil modellari bor. Katalogini tashab beradi, xohlaganingizda olsanglar bo'ladi. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor, kelishilgan holda bo'ladi. Qayerlargacha bepul, qayerlargacha pulli bo'ladi. Bularni haqida ustaning o'zi bilan birgalikda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'stlar, bittadan laykni bosinglar, mana shu bo'lib to'lashga olmoqchi bo'lganlar gazini bosinglar deb qolamiz. Iloji boricha videoni maksimalni tarqatib qo'yinglar. Sizlar tayyor bo'lsanglar, gapni ko'p cho'zmaymiz do'stlar, videoni banglatamiz. Boshladik. Usta Azimjon, Holmen, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Siz charchamang. Hollaringiz yaxshimi? Rahmat. Usta, xudo xolasa bu yangilikda birinchi bo'lib siz qildingiz. Bo'lib to'lashga yo'q edi. Xudo xolasa endi ugolovlarda ham sizdan naqd pulga yoki muddatli to'lovga olishi ham mumkin bo'ladi. Usta, obzorni boshlashdan oldin sext adresi va 75 xizmatlari haqida bitta ma'lumot bersangiz. Seximiz Andijon tumani Jomon bozori oldida Naymanda joylashgan. Xudo xolasa ishlarimiz tayyor. Qator Yetkazib berishlarimizchi? yetkazib berishlarimiz Andijon shahariga bepul. Boshqa joylarga dastavkamiz bor, kelishilgan holatda. 12 ta viloyatga imkoni bor. Bor. Usta, birinchi mana shu Meduza modellardan boshlasak, narxini ham arzon qilib beraman deyapsiz. Birinchi narigi maloshniy rangidan, oppog'idan boshlasak nima dedingiz? Hozir boshlaymiz aka. Xo'p, buni razmerlari nechiga necha usta? Materiallari qanaqa materiallardan? Aka, buni razmeri 230 ga, bu tomoni 430 qilib ishlangan. Komplektda 3 ta tumbasi bo'ladi. 3 ta tumbasi, gap yo'q. Materiallar teddiy materiallardan ishlangan. O'sha haligi qimmat materiallar qo'yilgan ekan. Materiallarda. Gap yo'q. Prujinasi, pampers prujina 22 masakada qilingan. Orqalari ham o'zini matosida ekan. Orqalari. Usta, bitta narsasiga e'tibor berdim. Stiplerda o'rnalari ham yopib ketilgan ekan, chaklari yo'q, zo'r qilingan ekan mana shu joylarga. Chiroyli qilib ishlangan. Qoyil. Usta, bu modelingizga nechta odam sig'adi o'rtacha taxminan? Bu modelimizga aka 12 ta, 13 ta, 14 ta odam sig'averadi bemalol sig'averadi. Bemalol sig'averadi. Gap yo'q. Narxini necha pulga beramiz? Buni narxini aka 6 million sotganmiz. Hozir aksiyaga tushirganmiz, 5 million so'mdan qilib beramiz. 5 milliondan. 5 millionga 5 Gap million. yo'q. 5 milliondan olsanglar bo'ladi. Usta, buni stoli necha metr bo'ladi va eng arzoni necha puldan boshlanadi? Hozir aytgan narximizcha stol kirmaydi. Agar stolni qo'shadigan bo'lsa, stol 600 ming so'mlik stoli bor, 1 millionlik stoli bor. Demak, 600 mingdan boshlanadi. 600 mingdan boshlanadi. Narxi 5 million so'm. Buni hozir bu yerda rasmetkalar bor, ulardan ko'rsatib o'tamiz. Stolini ham dolasa telefon qilsalar rasmini tashab beradi. Naqd pulga yoki o'sha muddatli to'lovga iloji boricha chiqarib beriladi. Qo'ldan kelgancha harakat qilinadi. 12 ta viloyatga. Bitta pasport bo'lsa bo'ldi. Shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Bunimiz ham shuni boshqacha rangi ekan, usta. Xuddi shu ishimizni boshqa rangidan aka. Gap yo'q. Agar uzoq viloyatlarga chiqadigan bo'lsa, shunaqa strechlar pokovka qilib chiqarib beriladi, o'rab. Shu ishimiz ham mana Toshkentga ketyapti, Ohangaronga. Xudo xolasa obunachimizga. Gap yo'q. Bu ham 5 million so'm. Bu ham 5 million so'm. 5 million so'mga olsanglar bo'ladi. Rangi shuncharoq. Ideal. Xo'p, bu yerda bitta model bor ekan. Buni ham ko'rsatib ketamiz. Usta, bunimiz qanaqa model? Razmerlari nechaga necha? 330 230 tirish modeli. Buni ham materiallar, teddiy materiallardan ishlangan. Buni ham yaxshidan qo'yibdi-da. Yaxshi materiallardan qo'yilgan. Gap yo'q. Tirish fason. 230 330. Shunaqa. Nech pul narx? Buni narxi 3 million so'm qilib beramiz. 3 million so'm. Gap yo'q, 3 millionga olsanglar bo'ladi. Buni ham ranglari bor. Bor, buni ham xohlagan rangidan bor, yubilari. Endi hozir sizga telefon qilsam, misol, bu yerda yo'q modellarni ham siz bemalol rasmini tashab chiqarib berishingiz mumkin. Xudo xolasa. Sabab sizda 10 xildan ortiq modellar bor. Shunaqa. Gap yo'q. Xo'p, bunimiz endi. Bunimiz ham shu Meduza boshqacha rangidan. Bu rang ham usta bir boshqacha rang ekan, bir chiroyli. Bu rangi ham boshqacha, materiali ham teddiy, sal boshqacharoqdan. Hozir necha xil rangda chiqarib bera olasiz?
Bora bir 15-20 xil bor. Ha, juda ko'p ranglarimiz. Xohlagan rangini chiqarib beraveramiz. Endi hozir asosiy urg'uda do'stlar mana shu modelga berilyapti. Sababi uzoq vaqt xizmat qilib zo'r ketayotgani shu bo'lib qoldi usta hozir. Shunaqa aka. Yo'q, bu 15-20 xil rangi bor. Hozir biz 3 xil rangini ko'rsatib o'tdik. Bu ham 5 million. Bu ham 5 million so'mdan 5 milliondan tanlab olsanglar bo'ladi. Xo'p, endi do'stlar, kuxunli uyg'oqlarga o'tdik. Aytib o'tdim, bu yerda 10 xil kuxunli uyg'oq bor. Bir rivoshidan ketaveramiz. Mana shundan boshlayveramiz usta. Bo'ldi. Razmeri 1.60 ga 1.90 sondolari bo'ladi. Sondog'ning ichida bunaqa tumbasi ham bo'ladi. Ha, ikkitadan tumba bor, ha? Ikkitadan tumbasi bor. Bunisida ham sondog'i bo'ladi. Bunda ham sondog'i bor. Sondog'lari ham akkuratni zo'r qilib ishlangan. Materiallari 100% mo'shi. Odam sig'imi nechta sig'adi usta bunga? 5 ta 6 ta odam sig'averadi. Xo'p, mana shu turishi nechi pul? 1 million 300 ming so'mdan aka. 1 million 300 ming so'm. Stol qo'shilib qolsa nechi pul qo'shiladi? 1 million 600 ming so'm bo'ladi. 1 million 600 ming so'm. Endi hozir bu yerda kuxunli uyg'oqlarni o'zini ko'rsatyapmiz. Albatta stoli bo'ladi. Lekin shu turishi 1 million 300 ming so'm. Ranglari 5-6 xil ranglari bor, o'zi 5-6 xil ranglari bor buni. Bu rangidan ham bor. Xohlasanglar mana shu rangini olsanglar bo'ladi. Ikagin bu yerda yana boshqacha modeli bor ekan, ranglari. Bunisi ham chiroyli chiqdi. Serisi bet ekan. Xo'p, bunisi bor mana. Buni ham narxi o'sha 1 million 300 ming. Hammasida sondolari bor. Sonda bo'ladi, usta hammasida. Hammasida sondolari bor. Bunisi ham 1 million 300 ming. Bunisida ham Sondog'i ikkita tumbasi bo'ladi albatta. shunaqa. Mana bitta ko'rsatib beramiz. Mana ikkita tumbasi albatta bo'ladi. 6 ta odam sig'imi bemalol o'tirsa bo'ladi. Xo'p, bu ham nargilar bilan bir xil ekan. Rangi korishniygisi. Korishniy rangida. Buni sal boshqacharoq ekan. Buni sal ochrog'i, buni sal to'qrog'i. Bu panda ekan, bu usta. Ha, panda modellik uyg'oq ekan. Buni ham sondolari bor. Bor. Bu ham narxi bir xil chiqaveradi? Ha, narxi bir xil, 1 million 300 mingdan. Ikkiga mana bunisi ham bor. Bunisi ham 1 million 300 ming so'm. Gap yo'q. Usta, xudo xolasa sizga telefon qilish bo'lsa, o'z chiroyli qilib yetkazib berasiz. Endi hozir bu yerda to'g'risi assortiment ozgina kamroq ekan. Bu yerda uyg'oq oldinlari to'ldir turardi. Xudo xolasa keyingilarda ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Lekin telefon qilsa rasm tashlab beraverasiz. Xudo xolasa rasm. Xohlagan modelini chiqarib berish imkoni bor. Hozir bularni ham kattaroq razmerlarda qilib beraverasiz. Bor. Qilinyapti, уже tayyorlayapti. Tayyor bo'lyapti. Xo'p. Buyurtma olingan kundan boshlab yetkazib berish muddatlari necha kun bo'lyapti? Endi standart razmer bo'lsa, bir haftada ishi bitadi. Balki tayyor bo'lsa, o'sha kunga tayyor bo'lsa ham chiqaraveramiz. Endi razmeriga qarab muddatini aytaveramiz. Gap yo'q. Usta, yana nima ma'lumotimiz qoldi berishimiz? Ma'lumotimiz adashmasam bo'ldi shekilli, berib bo'ldi. Xudo xolasa hamma ma'lumotlar berildi. Telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa telefon raqamlarida Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Usta, sizga ham katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.